onam ovqat yemasdan meni kutib o'tirishi halol bo'ladimi? Hasan Basriy javob berdi. U bilan kechki ovqatni yeyishing va mana shundan onangning ko'zi quvonishligi ikkinchi marta, uchinchi marta borgan haj ibodatingdan ko'ra onangning oldida o'tirib, u bilan ovqatlanib, uni ko'zini quvontirishliging dedi. Afzalroq dedi. Ota-onasi o'tib ketganlar, ota-onasini suratini ko'rib yig'laydiganlar, ota-onasini sog'inganlar, xizmatini zo'r qilishga ulgurmagan birodarlar agar qaytib kelganda nimalarni muhayyo qilib berardilar? Ota-onasi tiriklar, ana shu pushaymonni yemaslik uchun boshimizga qo'ygan qush ular. Pirratib tushib ketishi mumkin. Xizmatini qilib qolaylik, duosini olib qolaylik. G'animat bilaylik. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onalarga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi.